O'zbekistonda Batman paydo bo'ldi. 6-avgustda qabul qilingan, 7-avgustda tasdiqlangan, 13-avgustda imzolangan hujjatga ko'ra, endilikda bir emas, bir guruh hech qanday ilohiy yoki o'zgacha qobiliyatga ega bo'lmagan oddiy odamlar O'zbekistonda Batman kabi cheklanmagan vakolatlar va daxlsizlik orqali super qahramon kabi faoliyat yurita olishadi. Batman franshizasi bilan yaqindan tanishlar yaxshi bilishadiki, Batman aslida juda boy oilada katta bo'lgan, keyinchalik ayni shu boylik egasiga aylanadi hamda o'z shahrini jinoyatchilikdan tozalash uchun yaxshi niyat va shaxsiy tashabbusi orqali jinoyatchilarga qarshi kurasha boshlaydi. Ammo unga qarshilar va tanqidchilarning asosiy qarashlari Batman shaharliklar tomonidan saylov orqali mandat olmagan. U hatto yaxshi niyatda jinoyatchilikka qarshi kurashish ham aslida oddiy fuqaroning qonundan chiqishi sifatida baholanishi emasmi degan savol qo'yishadi. Ya'ni hozirgi dunyo qarashlariga ko'ra Batman hamma qatori oddiy fuqaro bo'lsa-da, ham shaharlardan ruxsatsiz ichki ishlar, prokuratura va sud tizimlari faoliyatini o'zlashtirgan holda ish olib boradi. Demak, uni shunchaki puli boyvachcha o'z xohishlari uchun qonunlarni chetlab o'tadigan hamda o'zini boshqalar bilan teng qo'ymasdan o'zidagi moddiy va insoniy resurslar hisobiga doimiy ravishda qonunlarni buzib keladigan shaxs deya ta'riflashadi. Yuqorida aytgan O'zbekistondagi Batmanlarda esa ish faoliyatidagi ishdan bo'shagandan keyin ham ba'zi holatlarda 5 yilgacha, ba'zi holatlarda esa umrbod rasmiy daxlsizlik saqlab qolinadigan bo'ldi. Ya'ni ular aslida amaliy kuch jihatidan Batmandan-da kuchliroq super qahramonlar bo'la olishadi. With great power comes with great responsibility. Ya'ni katta kuch-qudrat, katta mas'uliyat bilan keladi deyishganidek, ko'pgina tanqidchilar O'zbekiston Batmanlariga berilayotgan kuch-qudratning mas'uliyat tomoni, ya'ni davlat boshqaruvidagi tiyib turish mexanizmlarida muammolar yuzaga kelishi bilan ogohlantirishmoqda. Albatta, O'zbekistonda oldin qonun bilan tasdiqlanmagan, endilikda konstitutsion qonun bilan mustahkamlangan holdagi bunday super qahramonlarning bo'lishi ijobiy natija berishi mumkin. Bunday qahramonlarning yaratilishi ham aslida ichki sodir bo'layotgan ziddiyatdan darak bersa va bu ziddiyatlarning kattalashishi oldini olish sifatida baholansa ham ajab emas. Ammo asosiy savol, qonunlar bilan himoyaga olingan Batman kabi super qahramonning oxir oqibatda Jokerga aylanib qolishi va uni to'xtatuvchi kuchning mavjud bo'lmay qolishida bo'lsa kerak. To'liq tushunmagan bo'lsangiz, iltimos, qayta ko'ring. Starting tonight, I'm a man of my word.